Akalar ukalar, xo'roz ishqibozlari, xonadonlar tinchmi, charchamayapsizlar? Bugun sal vaqtim bo'lib qoldi. Sal vaqtliroq bo'shab qoldim. Soatimiz 10 o'tgan ekan. Bitta kichkinagina rolik tayyorlab qo'y, ozgina maslahatlar bering, bilmaganlarga. Bilganlar o'zi biladi qanaqa boqishni. Menga haligacha telefon bo'ladi-da, akalar ukalar. Bir xillar bor, xo'rozichi tog'oraga suv to'ldirib, muzdek suvga solib qo'yib cho'miltiraman, mana bu suv paytida cho'miltiraman deb o'ylayapti-da, lekin xo'rozni mana bu oyoqdagi muskullarni shamollatib qo'yishyapti. Xo'rozni oyog'i yaxshi yurmayapti, qanoti yopilib qolyapti, ochilmay qolyapti, mana shunaqa bo'lib qolyapti. O'shanga xo'rozni cho'miltirayotganda juda ehtiyot bo'linglar. Imkoni bo'lsa, men sizlarga hozir bir narsani ko'rsatib o'taman. Baklashkaga suv solib qo'yinglar-da. Baklashkaga suv solib qo'yasizlar-da, mana bunaqa narsa. Bunaqa narsa qilib qo'yganman men o'zim uchun. Mana. Mana shunaqa qilib aldab sepaman-da mana. Mana ko'rinyapti. Aldab oyog'idan sekin sepib. Bu baklashkadagi suv kuni bo'yi hovlida turgani hisobiga o'zi ilib qoladi havosi. U hozirgi payt. Shuni aldab cho'miltirib, hamma xo'rozlarni cho'miltirib chiqaman. Bitta cho'miltirib, sekin cho'miltirib, yuzlariga o'sha maz bo'lsa, mazlarni surib, ana quruq chechak bo'lib qolsa, yangi maz chiqqan aytganda, hozir men uni syomka ololmayman, otini aytaman, ana quruq chechak bo'lib yuzi sho'ralab qoladi-yu. Zo'r maz chiqibdi, men kechagina aptek sal qimmatroq ekan-ku. Shu 100 ming atrofida. Qaysi biri edi bu? Men qayerga qo'ydim bu dorini? Topolmayapman, mana bu yerda. Dori idishda turuvdi. Qayerga qo'ydim bilmadim. Mayli keyin separ. Mana. Bu dorini-chi men ko'rsatsam-chi ana qilib qo'yadi, YouTube yopib qo'yadi mana. Celestodirum ekan. Celestodirum degan dori. Mana shu yuzlarga, har xil gribok bo'lib qoladi, toshmalarga, mana shunaqalarga zo'r ekan. Chunki mana bitta xo'rozim yuzi sho'ralab, ana quruq chechak bo'lib qoldi-da, zo'r tuzatdi. O'shanga shunaqa gaplar. Keyin ota nima anaqa oyoqdan qovyapti deydi ko'plar jo'jalarni. Oyoqdan qovyapti deydi. Anaqani broilerlar ovqatini bersak bo'ladimi jo'jalarga deydi. Ko'rimini yo'q deyapman. Tuxumlarni boqinglar deyapman. Mana bitta mana yaponka o'zini jo'jalarini bosib yotibdi. Yaponkani o'zini bolalari. Bu avgust jo'jasi o'tgan yil avgust jo'jasi hali pixlari ham bunaqa yormadi. Lekin korpuschi ekan, boy bekor chiqib ko'rdim. Korpuschi ekan, buni men Yaponga qo'shib qo'yganman. Buni otasi Koreya, onasi Yapon Shamo. Shundan chiqqan. Buni men bunga qo'shdim. Keyingi yil 1 yilda bir marta yana bir narsani aytmoqchi edim. 1 yilda bir marta ishlayman. Tuxum olaman 1 yilda bir marta. Chunki bahorda to'g'ri qishimdan vitamin yeb, shu bahorda tabiiy holda o'zi tuxumga kirgan mahalla tuxumini yig'aman, sotaman, jo'ja ochiraman. Keyin kuz paytida qo'shmayman, chunki tullov paytida tovuqni ham, xo'rozni ham qiynab qo'yaman. O'shani hisobiga kuzda men tuxum olmayman, ko'paytirmayman akalar ukalar. Tuxum yo'q, sotmayman. 1 yilda bir marta tuxum qilaman. Tuxum sotaman, jo'ja ochiraman 1 yilda bir marta sezonda. Shunaqa gaplar akalar ukalar.
Yana kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol savol beraveringlar, akalar. Javob berib o'tishga harakat qilaman. Yana bir akamizni so'rab anaqa savol bergan ekanlar. 2 oylik jo'jalarim bir-biri bilan urushib ketyapti, nima qilay deb. Ajratib qo'ying, 1-2 kundan keyin yana qo'shib yuboring. Urushib ketsa yana ajratib, mana shunaqa qo'shib olasiz keyin. O'zi shunaqa payti kelib qoladi, ana bir jinnis kelib qoladi-da, urushib ketadi. O'sha paytda ajratib qo'ymasangiz, bir-birini boshini ochib tashlaydi. Chunki terisi yumshoq bo'ladi-da, u paytda. Tez ochilib ketib qoladi. O'shanga e'tiborli bo'lib turinglar, akalar, ukalar, qarab. Men hozir kechqurunga, mana shu xo'rozlarimga kechqurunga hozir har bittasiga bittadan tuxum, ya'ni yong'oq, magaz, yer yong'oq oka tayinlaylar-da, odamlar uchun sotuvga, magazinga, do'konga tayinlaylar. O'shandan olib chiqib olaman. O'shandan olib chiqib olib, mana bunaqa narsa menda beraman, deyman. Tabiiy-da bu. Mana asal aralashtirilgan. Shundan kechqurunga berib qo'yaman, shu bilan ertalabgacha hazm qilib yotadi buni. Maza qilib yeb. Bo'ldi, chiroqlarni o'chirsak ham bo'ladi, xo'roz to'g'ili. Qorni to'ydi. Kechqurun bir sidra suv berib chiqaman hammasiga. Suvlarni olib tashlaymiz, ovqatlarni beramiz, shu bilan chiroqni o'chiramiz. Savollar bo'lsa, shu kommentariyada qoldiringlar. Men hammani kommentini o'qiyman. O'shanga qarab savollarga javob berishga harakat qilaman, akalar, ukalar. Yaxshi dam olinglar.